o'z ulamolarimizga ergashaylik. Melodiy 2-asrda, ya'ni Iso alayhissalomdan keyin taqriban 2 asr o'tib, Sharqiy Anadolu hududida, ya'ni hozirgi Sharqiy Anadolu hududida Vizantiya imperatori Detsi degan odam o'tgan. Islom manbalarida bu odamni Daqyonus deb ataladi. Daqyonus o'zining haykalini yasattirib, o'z xalqini shu haykallarga, butlarga ibodat qilishga majbur etadi. Ya'ni qavmini, xalqini butparastlikka majbur etadi. Albatta majburlikdan o'zining xalqi bunga itoat etadi, lekin 6 ta yigit bunga bo'ysunmaydi. Podshoh ularga bir kun muhlat beradi. Bo'lmasa jazo qattiqligini aytadi. Yigitlar o'sha kechasida maslahatlashib yurtdan chiqib ketishadi. Yo'lda ular bir cho'pon yigitga duch kelishadi. Cho'pon yigit, fitrati pok yigit ularni maqsadini bilgach, u ham ular bilan qo'shilib ketadigan bo'ldi. Aytadiki, agar bir oz poylasanglar, men qo'ylarimni egasiga topshirib kelaman. Qarangki, qalbi pok, fitrati pok, tashlab ketsa bo'ladi, lekin pok fitratli yigit qo'ylarini olib borib egasiga topshiradi. Yigitlar aytishadiki, itingni ham tashlab kelgin. Bo'lmasa bizga yo'lga xalal beradi deyshadi. Cho'pon yigit itini bir joyga qo'yadi. Yigitlarning huzuriga kelib, ular birgalashib yo'lga chiqishadi. Imperator askarlari ularning ketidan yo'lga tushadi. Ular bir oz yurishgach, ketlariga qarasa, ketlardan haligi it ergashib kelyapti. Quvib haydashadi. Ko'z ko'rmas darajada uzoqlashib ketadi. Yana bir oz yurishgach, yana ergashib kela boshlaydi. Xullas ko'p bora quvib haydashadi, lekin u it shu yigitlarning ketidan qolmaydi. Keyin parvo qilishmaydi. Yigitlar borib bir g'orga kirishadi. Ularning ketidan it ham kiradi. Imperator askarlari ularni g'orning ichida ekanligini bilishib, g'orning og'ziga katta xarsang toshlarni tirkab, odam chiqolmaydigan darajada yopib ketishadi. Ya'ni ular shu yerda ochlikdan, chanqoqlikdan o'lib ketadi degan niyat bilan, shu ishonch bilan. Alloh taolo ularga 3 asr uyqu beradi. Shuni Alloh taolo Qur'oni Karimda qissasini keltiradi. Qur'oni Karimning 3dan biri qissalardan iborat. Nega? Chunki tarixda katta ibrat bor. Biz uchun nasihatlar bor. Biz uchun juda kerakli ibratlar bor. Biz uchun kerakli jihati shundaki, Ashabi Kahfni mana shu qissasini Alloh taolo Qur'oni Karimda Kahf surasida keltiradi. Auzubillahi minashshaytonirrojim. Va tahsabuhum ayqazan va hum ruqud. Siz ularni uyg'oq deb o'ylaysizmi? Va hum ruqud, ular uxlab yotibdilar. Va nuqallibuhum zatal yamini va zatal shimal. Biz ularni o'ngga, chapga o'girib turibmiz deydi Alloh taolo. Ibn Kasir aytadilarki, Alloh taolo ularni har 6 oyda o'girib turdi deydilar. Chunki bir narsa bir joyda qimirlamasdan 3 asr tursa, yerga qorishib ketar ekan. Yer hazm qilib yuborar ekan. Yer hazm qilib yubormasligi uchun Alloh taolo ularni o'girib turdi. Oyatning davomida Alloh aytayaptiki, "Va kalbuhum basit zira'ihi bil wasit." Ularning iti ostonada oyog'ini cho'zib yotibdi deydi. Ya'ni Alloh taolo o'sha yigitlar bilan birga itni ham zikrini Qur'onda keltirdi. Mana shu Ashabi Kahf yigitlari bilan azizlar, shu it ham jannatga kiradi. Jannat ahlidan bo'ladi. Vaholanki jannatga kirish uchun jannatiy amal kerak. Jannatga munosib hayot kerak. O'zi najas, o'zi hayvon bo'lsa, bu qanday qilib jannatni topdi? Bizga ibratli jihati shundaki, bu yaxshilarga ergashdi. Solihlarni ketidan yurdi. O'zi najas it bo'lsa-da, o'sha yaxshilarni maqomini, darajasini Alloh shu itga ham berib yubordi. Demak azizlar, biz yaxshilarga ergashsak, solihlarga ergashsak, o'z ulamolarga ergashsak, o'z ulamolarimizga ergashsak, inshaalloh Alloh taolo ilmimiz bo'lmasa-da, oddiy namozxon, oddiy mehnatkash bo'lsak-da, ulug'larga, o'sha ahli solihlarga beradigan darajat va izzatni Alloh taolo beradi inshaalloh. Bugun noboblarga ergashganlar, bemazhablarga, aqidasi buzilganlarga ergashganlarni ko'rdik. Yo'lini yo'qotdilar, hayotidan mazmun ketdi. Lekin o'z ulamosiga, o'z ahli ilmiga, o'z aqidasiga
o'z qadriyatiga ergashganlar yo'lini yo'qotgani yo'q. Ular to'g'ri yo'ldan kelmoqdalar. U ilmli odam bo'lsin, oddiy namozxon bo'lsin, o'z aqidasiga, o'z mazhabiga, o'z ulamosiga, zamin ulamolarga ergashganlar yo'llarini yo'qotganlari yo'q. Bugun har birimizni muhim ishimiz zamin ulamolarimizga, o'z aqidamizga, qadriyatlarimizga, solihlarga ergashsak, inshaalloh Alloh taolo o'shalarning darajatini, o'shalarga bergan izzat va sharafni bizga ham nasib etacak.